Tak 2025-yil 13-noyabr. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi domimiz 3 xonali domimiz chiqib turibdi. Domimizdan mana bu kirish, bu yoqda bir xonasi, bu yoqda vanna sanuzel, bu yoqda yana bir xonasi, bu yoqda zal, bu yoqda prixoshka и anavi kuxna, miyda kuxna aytib qo'yibdi. Terasga bir chetdan ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imiz spalni. İçindagi ba'zi jihozlarimiz qoladi, qolganlarni olib ketadi. Bu yog'imiz vanna sanuzel. Bunda hamma o'zlari bor. Gaz, suvdan muammo yo'q bu yerda, xudo xolasa. Bu yog'imiz ham bir spalni, konditsioner bor. Bu o'zlari qoladi. Bu yog'i zali mana. Zal ham keng qilingan. Pardasida mo'ji qoladi. O'zi 90% berib chiqadi. Bu yog'i kuxnasi. Bu yoqda kuxnasiz ham bor, bu yog'i balkoninde. Tak, joyimiz 90 kvadrat salkam. Binakar, Gurlan, 2-etaj, bahasi 350 million so'm. Kreditga 90 million bilan chiqadi. Telefonlarni qoldiramiz, savol javob bo'lsa bemalol savollaringizga javob beramiz.